عائشة ورملة ميمونة صفية وهند أما التالية زوجته جويرية. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على رسولنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم. أما بعد. Avval Alloh taologa hamd aytamiz, Robbimizni maqtaymiz va faqat Robbimizdan yordam so'raymiz. Keyin Rasululloh sallallohu alayhi vasallam va salovat va salomlar aytamiz. Biz Rasululloh sallallohu alayhi vasallam ayollarga qanday muomala qilgan darsimizni davom etamiz. Rasululloh sallallohu alayhi vasallamning sunnatlaridan, ya'ni muomalalardan birtasi ular tuyalarga yoki nimaga minishdi, shu ulovlarga minishdi, ayollarga yordam bergan, qarashgan. Safiya enamiz tuyaga minishni xohlaganda, ya'ni tuyaga minib safar qilgan, borib keldi qilgan, uzoq joylarga borgan. Shunda Rasululloh sallallohu alayhi vasallamni men Anas roziyallohu anhu aytadi, ko'rdimki, u Safiya enamizni borib shu tizalarini qo'yib, Rasululloh sallallohu alayhi vasallam Safiya enamiz tizalariga chiqib, keyin payg'ambar sallallohu alayhi vasallam yordamlashib Safiya enamizni tuyaga mindirgan. Ya'ni bu yerda Rasululloh sallallohu alayhi vasallam iltifoti, mehribonligi tuyaga mindirib o'zi yordam berib qo'yapti. Keyin yana bir muhim nimalardan Rasululloh sallallohu alayhi vasallam bu tozalikqa chin qattiq qaragan. Tozalikqa chin qattiq qaragan. Yaxshi hidli narsalarga chin ahamiyat bergan. Agar uyiga kirsa, bu misvoq qilib kirgan uyiga. Birin marta Rasululloh sallallohu alayhi vasallamdan birin odam bir yomon hidni sezmaganim, ko'rmaganim. Faqat Rasululloh sallallohu alayhi vasallamdan yaxshi bir hid tarqalib turgan. Hatto haligi nimalarga boshlarining ustiga bir latalari bo'lgan deydi. Doim ana shuni bir duxilib jirgan deydi. Ana shu doim ho'l bo'lib jirgan duxi atir bor-ku, atir tarqatib turgan deydi. Shunday. Shurayh ibn Hani aytadiki, Oysha onamizni so'radim. Rasululloh sallallohu alayhi vasallam uyiga kirsalar nimadan boshlag'ichadi, nima ish qilishadi birinchi desam. Oysha onamiz aytdiki, misvoq qilib kirishadi uyga, misvoqdan boshlag'ichadi. Qarang. Va Rasululloh sallallohu alayhi vasallam bu misvoqda og'izning hidini ham tayyorlash, ham bu tishlarni saqlash, ham salomatlikni saqlash, ham me'daga foyda, misvoqning hali foydalari deb nima qilsa, chin ko'p foydalari bor misvoq. Hatto Rasululloh sallallohu alayhi vasallam misvoq bu matharatun lil fam va marzatun lir robb degan. Bu og'izni tozalashga sabab va Alloh taoloni rozi qilishga sabab bo'ladigan narsalardan birisi misvoq degan. Alloh taologa hech bir masalan foyda ham beramaymiz, zarar ham beramaymiz. Bu misvoqning foydasi o'zimizga, o'zimizning salomatligimizga qaytadi. Lekin shuni Alloh taolo o'zining rozi bo'lishligiga bir sabab qo'ygan. Vaholanki misvoq qilishlik sunnat. Ya'ni inson bir sunnat amallar bilan Allohning rozichiligiga yetish bo'ladi ekan. Ya'ni Alloh taoloning rozichiligini topish uchun biz katta ishlarni qilishligimiz shart emas ekan. Biz sunnat bilan tabalaymiz ekan. Albatta mavani'lar bo'lmasa, ya'ni man qiluvchi boshqa bir kufr. Hop. Rasululloh sallallohu alayhi vasallamning yana bir sunnatlaridan payg'ambar sallallohu alayhi vasallam shunchalik harakat qilishadiki, faqat o'zidan bir yaxshi bir atir islari chiqib turishga harakat qilishadi. Bu Oysha onamiz aytadiki, Rasululloh sallallohu alayhi vasallam chin qattiq qarag'ichadi, undan bir yaxshi hid chiqishiga. Yomon hid chiqishiga hech qo'ymag'ichadi. Payg'ambar sallallohu alayhi vasallam yana hadisda keladiki, buni Nasoiy rivoyat qilgan, sahih degan Albani. Hubbiba ilayya min ad-dunya an-nisa wa at-tib va ju'ilat qurratu ayn fi salat degan. Menga bu dunyodan ayollar va atir yaxshi ko'rsatildi. Va mening ko'z quvonchim namozda qilindi degan. Ya'ni Rasululloh sallallohu alayhi vasallam eng yaxshi ko'rgan narsalari namoz bo'lgan. Chunki namozda Alloh taolo bilan munojat qilinadi. Va bu yerda
atir hid ham menga yaxshi ko'rsatildi degan. Haqiqatan yaxshi hid. Mana ko'p odamlar insonning tabiatida bag'roqlarda adam yaxshi ko'radi, gulzorlarda. Nimaga desa, birinchisi manzarasi xushro'y. Gullar ham chiroyli. Ikkinchisi tabiati nima? Toza havo. Uchinchisi undan keladigan is. Xushro'y hidlar keladi. Buni ham Alloh taolo yaratgan. Alloh taoloning haligi kavniy qonuni. Hech kim haligi bir nima jaman narsalarda ham yoqtirmaydi-ku. Jaman hid bo'lsa, masalan, nima joylarda. Bu haqiqatan insonning fitrati, tabiati o'zi shuni xohlaydiki, yaxshi bo'lsa, havo toza bo'lsa, yaxshi ish bu is bo'lsa, ko'rinish yaxshi bo'lsa degan narsalarni xohlaydi. Rasululloh sollallohu alayhi vasallam shuning uchun tib menga yaxshi ko'rsatildi degan. Shuning uchun doim Rasululloh sollallohu alayhi vasallamdan yaxshi hid kelib turgan. Hatto ba'zi hadislarda Payg'ambar sallallohu alayhi vasallam buni o'zimizda nima bor-ku, chesnok, sarimsoq. Shu chesnoklarni jeyishlikni, ham piyozlarni jeyishlikdan nima qilgan? Ehtiyot bo'lgan, jemagan. Nimaga desa, shu bir yomon hid kelib qolmasin degan. Lekin bu holanki harom emas masalan chesnok. Aytganki, kim ham chesnok jesa nima qilsin? Masjidga kelmasin degan. Ya'ni shuning uchun jamiyatiy joylarda masjidga kelish, ya'ni bir hid isli narsa bilan masjidga kelishlik durust emas. Ona haligi iyisini jo'g'atib, saqich bo'lami, boshqa bir sabablar bo'lami jo'g'atib keyin borsin. Ya'ni musulmonlarga, boshqalarga ozor berishlik kerak emas. Payg'ambar sallallohu alayhi vasallam ayollari uchun ziynatlanardi. O'zini xo'shroq qiladi. Chachini tarag'ichadi, bunga ahamiyat beradi. Payg'ambar sallallohu alayhi vasallam hadisda aytadi, Imom Abu Dovud rivoyat qilgan. Man kana lahu sha'run falyukrimhu degan. Kimning chachi bo'lsa, uni toza qarasin, uni ehtiromlasin degan. Payg'ambar sallallohu alayhi vasallam chachlarini doim javlab, tarab, do'qilib jirgan. Agar chach qo'yish albatta sunnat emas. Saqal qo'yishlik sunnat. Payg'ambar sallallohu alayhi vasallam saqalni qo'yinglar, burutni qisqartiringlar degan. Endi chach qo'yinglar demagan. Faqat kimning chachi bo'lsa degan, chach qo'ysa, uni toza, yaxshi qarab, bir do'ppi kiyib, üstida bir ya'ni ehtirom qilib yurish kerak. Endi oyatda buncha haqlar kelyapti. Alloh taolo o'zi oyatda aytgan. Valahunna mitlullati alayhinna bil ma'ruf va lirrijali alayhinna daraja degan. Ya'ni ayol kishilarning zararlariga haq-huquqlar bo'lgani kabi bo'lganda ularning foydalariga ham haqlari bor degan. Lekin erkaklarning yana bir daraja ayollardan ustun haqlari bo'ladi. Demak, ayollar faqat hamma haqlar erkaklarga emas ekan. Yo'q, ayollarga ham nima? Bu yerda aytganda Rasululloh sollallohu alayhi vasallam ziynatlanadi, boshqa ishlarni qilibdi, bu ayollarning haqlari. Payg'ambar sallallohu alayhi vasallam chachlarini tarag'ichadi va yaxshi qarab jirkichadi. Sahl ibn Sa'd aytadiki, bir kishi Payg'ambar sallallohu alayhi vasallamning shu darlaridan bir teshikdan kelib qaraganda Payg'ambar sallallohu alayhi vasallam chachini tarab turgan. Chachini tarab turgan, qarang. Keyin haligi kishiga keyin kelib aytgan, qaraganini ko'rgandan keyin shu haligi taraq temir nima bo'lganda, shuni ko'zingni o'yib olasam, sen ko'zingga nima qani hadir bo'lib ketkichadi degan. Bo'lmasa bitta ko'zni agar ko'r qilsa, ikkita ko'zning nimasi bir odamning diyasi bo'ladi. Ya'ni 100 ta tuya bugungi kundan qarib $300,000 bo'ladi. Ya'ni diya puli to'lashlik kerak bo'ladi-da. Lekin shunchalik qiymatli narsa ham bo'lsa, bir kishining begona odamning bir teshigidan nemurilib qarashlik eng katta gunoh bo'ladi. Shuning uchun ya'ni o'zimizda ham ehtiyot qilishligimiz kerak ekan. Qishloq joylarda ko'pincha haligi hamsoya bemalol uyga kirib kelaveradi. Bu uyda xotin bor, kelin bor, boshqalar bor. Shu narsalarning odoblariga biz rioya qilishligimiz kerak. Tarlarni taqtaqlatish kerak. Hatto darda taqtaqlatishda odob bor. Taqtaqlatib salom berib, assalomu alaykum va rahmatulloh deb dardan buyog'iga qarab turishlik kerak. Birdenga dar ochilib, ichidagi bir haligi ahli oilasini ko'rishlik kerak emas birinchi. Bu bizda sen begonasanmi, bemalol kirib kelaver deydi-ku. Yo'q, u begona, u mahram odamlar kirib keladi. Nomahram odam degani u begona degani. Nomahram. Qancha qarib odam bo'lmasinki, u begona odam izn so'rashlik kerak. Sahobalar Rasululloh sollallohu alayhi vasallamdan izn so'ragan. Hatto Umar roziyallohu anhu Rasululloh sollallohu alayhi vasallam bitta o'zlari ham bo'lsa izn so'ragan. 3-marta izn so'raganda kirib kelgan. Bu yerda ahli oilalari bo'lmagan, shu darajagacha.
Ya'ni ehtiyot qilishligimiz kerak shu masalalarda. Alloh taolo isloh qilsin. Xo'p. Keyin payg'ambar sollallohu alayhi vasallam yana bir nimalardan, sunnatlardan bittasi ayollar bilan muomala qilganda yengil bo'lgan. Bizimizda muloyim deymiz-ku, muloyim odam bo'lgan. Jabir ibn Abdullah aytadiki, Rasululloh sollallohu alayhi vasallamning hajlarini vasf qilib, Oysha onamiz aytadiki, hamma odamlar, Oysha onamiz hayz bo'lib qolgan, keyin farzini qilganda umra qilinmay qolgan. Oysha onamiz keyin payg'ambar sollallohu alayhi vasallam aytganki, hamma odamlar hajman, umraman ketadi, haj qilib, umra qilib ketadi, men bo'lsa faqat haj qilib ketaverman deganda, hamma Oysha onamizga payg'ambar sollallohu alayhi vasallam aytganki, bo'lmasa Abdurrahmonning akasining orqasiga tuyaga mindirib, borib Tan'imdan, hozirgi Oysha onamizning masjiddan umra qildirgan. Shuni Oysha onamizning faqat ko'nglini ko'tarish uchun qilgan. Boshqa bir haligi unga farz, vojib bir narsa emas edi. Qarang, Oysha onamiz bir nima qilganda, gapirganda, talab qilganda shuni qildiribdi, ya'ni shuncha uzoq joyga borib keltirib kutib turgancha vaqt. Ya'ni yengil tabiat bo'lgan, muloyim. O'zimizda yagrov odamlar bo'ladi, yo'q degan-ku. Yo'q, bu yagrovlik bu joyi bor, ya'ni. Nima? Kufr, shirk bir hali gunoh masalalar bo'lsa, Rasululloh sollallohu alayhi vasallam chin qattiq turgan. Lekin bunday bir yengilroq masalalar bo'lsa, bu yoki bir boshqa narsalar bo'lsa, buni ijozat bergan Rasululloh sollallohu alayhi vasallam. Shuning uchun va innaka la ala xuluqin azim degan Qur'onda. Siz katta xulq ustidasiz degan. Alloh taolo Rasulullohni maqtagan. Katta xulq ustidasiz degan, demak bu inson xulqi bilan Alloh taoloning rozichiligiga yetadi. Chunki Rasululloh sollallohu alayhi vasallam hadisda aytadiki, qiyomat kunida mu'min kishining tarozisiga eng og'ir keladigan narsa bu yaxshi xulq deydi. Bu yaxshi xulq qayerdan boshlanadi desa, birinchi qarib odamlaringizga qilasiz. Birinchi ahli oilangizga, keyin hamsoyalarga, keyin boshqalarga davom etadi. Yaxshi xulqda bo'lish kerak. Yana Oysha Rasululloh sollallohu alayhi vasallam yana bitta nimalardan muboh narsalarga agar modomiki gunoh bo'lmaydigan bo'lsa, ayollarga qaratishga ijozat bergan, qarashga. Oysha onamiz aytadiki, masjidda habashilar qilich o'ynab turib edilar. Keyin Rasululloh sollallohu alayhi vasallam menga aytdiki, qaraysangmi dedi. Tomosha qilasangmi deganda, ha dedim dedi. Keyin Rasululloh sollallohu alayhi vasallam orqasiga mendimda, shu kitiflariga jag'larimni qo'yib tomosha qilib turdim dedi. Xeyla turdim, keyin payg'ambar sollallohu alayhi vasallam bo'ldimi deganda, yo'q dedim dedi. Yana turib bo'ldimi deganda, yo'q dedim dedi. Yana qarab turayin dedi. Menga ularning habashlarning o'yinlariga, qilish nimalariga qarashlik o'ncha qiziqtirmag'ichi dedi. Men faqat o'zimning makonatimni bilib olayin, Rasululloh sollallohu alayhi vasallam oldida qanchaman, ya'ni boshqa ayollari ham bor-ku. Makonatimni bilib olayin deb, yana pishturing, yana qarab olayin deb xiyla turgan shu yerda. Payg'ambar sollallohu alayhi vasallam qarang. Shunga ham payg'ambar sollallohu alayhi vasallam ya'ni ayol kishini ko'tarib, qaratib, tomosha qildirib turibdi. Bo'lmasa muboh narsa. Biz ham ularga qarashlik bir farz yoki vojib deyamaymiz-ku. Ko'nglini ko'tarishlik uchun shuna qilgan. Rasululloh sollallohu alayhi vasallam hayitlarda muboh she'rlar, muboh g'azallar aytiladigan bo'lsa, shularni ham inkor qilmagan, ijozat berib qo'ygan. Bir kuni Oysha onamiz aytadiki, hayit kuni edi deydi. Hayit kuni edi, mening oldimda ikkita kaniz bor edi deydi, ikkita qizcha bo'lgan. Ular she'r aytatib edi. Ular she'r aytatib edi deydi. Ba'zi rivoyatlarda dab ham urgan deydi. She'r aytatgan edi, Rasululloh sollallohu alayhi vasallam uyda edi. Lekin uyda bo'lgani yotgan. Bu Buaz kuni deydi, Avs va Xazrajga urushgan. Shular haqida she'r aytgan. Keyin Abu Bakr kirib keldi. Bular she'r aytayotganini ko'rdi, g'azal aytayotganini ko'rdi, dabni ko'rdi-da, Rasululloh sollallohu alayhi vasallamning uyida shayton mezmori bo'laman, shaytonning qo'shig'i bo'laman deb inkor qildi dedi. Keyin Rasululloh sollallohu alayhi vasallam Abu Bakrga qarab, bularni qo'ygining bugun Eid dedi. Bugun hayit kuni dedi. Keyin Oysha onamiz darrov ularga ishora qilgan, asta ular keyinchalik qizlar ketgan. Endi Rasululloh sollallohu alayhi vasallam biz kelamiz bu masalaga, ya'ni musiqa masalasiga. Bundan oldin sunnatlarini nima qilib olaylik. Rasululloh
Rasululloh Oysha onamiz yana aytadiki, menda qizchalar bor edi deydi, ya'ni dugonalarim bor edi deydi. Men uyimga kelgich edi. Biz qurchaqlarimiz bor edi deydi. Shu qurchaqlar bilan o'ynag'ich deydi. Rasululloh sollallohu alayhi vasallam shunga imkon berib qo'yg'ich deydi. O'sha onamiz chunki bilamizki, yosh bo'lgan, 9 yoshlarda kelgan, qizcha bo'lgan, 2-3 sinf bo'ladi ya'ni. Shunga hatto Rasululloh sollallohu alayhi vasallam imkon berib nima qilib qo'ygan, ijozat berib qo'ygan. Hatto o'sha onamiz boshqa rivoyatda aytadiki, Rasululloh sollallohu alayhi vasallam, bu rivoyatimiz Abu Dovud rivoyat qilgan, Alboniy sahih degan. Rasululloh sollallohu alayhi vasallam Tabuk g'azotidan va Xaybar g'azotidan bir g'azotdan keldilar. Keyin men uyimda taxcha bor edi, taxchada satr bor edi deydi. Taxchaning satr bo'lgan, taxchaning ichida qurchaqlar bo'lgan. Oysha onamizning qurchaqlari bo'lgan. Keyin shamol bo'ldiki, shamol ko'tardi, Rasululloh sollallohu alayhi vasallam qurchaqlarni ko'rdi. Keyin aytdiki, bular nima bo'ldi dedi. Oysha onamizga aytdiki, bular nima bo'ldi dedi. Keyin Oysha onamiz aytdiki, bular mening qizlarim degan. Bular mening qizlarim degan, qizchalarim degan. Keyin ularning ichida bitta at qurchaq bo'lgan, atning qanoti bo'lgan. Keyin aytgan, bu mana ularning o'rtasidagi bu nima bo'ldi degan. Keyin aytganki, bu ikkita qanoti bor at degan. Keyin Payg'ambar sollallohu alayhi vasallam, atning ham qanoti bo'ladimi degan. Keyin Oysha onamiz aytgan, Sulaymon alayhisalomning qanoti bor atlari bo'lgan-ku degan. Keyin Rasululloh sollallohu alayhi vasallam shunda kulgan, hatto uni tishlari ko'ringan deydi. Qarang, shu darajagacha, ya'ni qurchaqlari qo'yilib, nima qilib qo'yganlariga ham ayol nimasiga, ya'ni yosh bo'lgan tabiiyki ayol, bugungi kunda masalan qizchalar bo'lsa, shu yoshdagi qizchalar bo'lsa, qurchaq o'ynab nima qilsa, bunga ya'ni imkon berib qo'yishlik kerak bo'ladi. Hatto Rasululloh sollallohu alayhi vasallam Oysha onamizni masalan masalan bugun shuncha Qur'on o'qiyotlaysang yoki falon masalan qizchalarni ba'zilar majbur qilib urib turib masalan Qur'on yodlatmoqdan-ku Payg'ambar sollallohu alayhi vasallam. Masalan Anas radhiyallohu anhu Payg'ambar sollallohu alayhi vasallam uyida bo'lgan. Oysha onamizlar boshqa hech qaysini qatar qo'yib, ximchani qo'lga olib turib, "Senlar mana shunchadan bugun Qur'on topshirasanlar, bunchadan falon narsa yodlab topshirasanlar" deb bir majburlamaganda. Ya'ni bir hikmat, bir nima jo'lman tushuntirib bergan. Hikmat bilan tushuntirib bergan. Holbuki Oysha onamiz ham hamma hadislarni rivoyat qilgan, Qur'onni ham hayotlarida keyin yodlagan to'liq. Va lekin mana shunday yaxshi jo'llar bilan bir hikmat bilan farzandni va qizchalarni boshqa nimalarda biz tarbiyalashimiz kerak. Bu zo'rlik bilan, urushlik bilan haligi hatto bu urushlikda chin jaman haligi Qur'ondan go'dak bezib qoladi. Qur'onni ko'rsa jirtadigan bo'lib qoladi deydi hali. Chunki 24 soat bir joyda ushlab turib, majburlab turib, go'dakni o'qitib, haligi zo'rlash bu chin haligi balaga zo'r keladi. Unga imkon qilib berishlik kerak, o'ynaydigan vaqtlari bo'lishlik kerak. Go'daklar o'ynash kerak, tanaffus qilishlik kerak. Darrov zerikadi go'dak. Bu asta-asta u yodlab oladi, Qur'onni ham, hadisni ham asta-asta yodlab oladi. Muhimi qiziqtirish bu narsa, qiziqtirishligimiz kerak. Rasululloh sollallohu alayhi vasallamdan ya'ni tarbiyani biz o'rganishligimiz kerak. Xo'p. Rasululloh sollallohu alayhi vasallam yana bir hadislarda aytadiki, bu hadisni Tabaroniy rivoyat qilgan. Alloh taoloning zikri bo'lmagan hamma narsa bu lahu, behuda narsa deydi. Demak, nima ish qilsak, unda Alloh taoloning zikri bo'lishi kerak. Ya'ni Alloh taoloni eslatadigan, illo ichida bir Alloh taoloning narsasi bo'lishi kerak. Zikri. 4 narsa bundan mustasno qiladi. Ya'ni 4 narsa behuda narsalar ham bo'lsa, lekin bu yaxshi narsalar degan. Boshqa bir e'tibor bor. Ya'ni haligi o'q atib, o'qni olib kelishlikka, borib kelishga shu, ya'ni bu jihodga tayyorgarlik ko'rishlik, jihod ishlaridan bu. Ya'ni ana shularda ham behuda ish emas ekan degan. Hozir bugungi kunda atishlarni o'rganish, boshqa mana shu narsalar. Bu bir. Ikkinchisi ta'dibuhu farasahu. Ya'ni musulmon kishi atini bag'ish, atni bag'ish. Bu degani hozir masalan urushga jaraydigan asboblar bor-ku. Bu narsalarni o'rganish, bu ham yaxshi, dronlar bor, ammo boshqa narsalar bor, ammo bu ham behuda narsalar emas ekan. Va mula'abatu ahlihi degan. Ya'ni ayoli bilan bu
o'ynash, ayoli bilan hazil qilish, ayoli bilan o'ynashish yoki bir shunday narsalar behuda narsalardan emas ekan degan. Chunki bu sabab bo'ladi ulfatga, mehribonchilikqa, mavoddaga, rahmatga sabab bo'ladi. Va suzishni o'rganish. Suzishni ham o'rganish eng yaxshi narsalardan, ya'ni kerakli narsalardan degan. Umar ibn Xattob radhiyallohu anhu shunchalik jasorat, shunchalik haybati bilan shunday aytganki, "Yanbaghi lir-rajul an yakuna fi ahlihi mithla as-sabi" degan. Erkak kishi degan ahli oilasi bilan degan go'dakqa qanday muomala qilsa, ahli oilasiga shunday bo'lishlik kerak degan. Ya'ni ahli oilasi bilan bir go'dakday bo'lishlik kerak degan. Fa idza ultumisa ma 'indahu wajada rajulan. Lekin erkak kishidan talab qilgan vaqtda bir ishni qilib kel desa, masalan tashqarida bir erkak kishining bo'yniga bir vazifa berilganda, bu erkakday bo'lish kerak, gapiga javob berishlik kerak, ishini bitirish kerak degan. Lekin ahli oilasi manchi bu go'dakday bo'lish kerak deb Umar roziyallohu anhu aytayapti bu gapni. Ikkinchisi Sobit ibn Ubayd aytadiki, Zayd ibn Sobit roziyallohu anhu sahobiy bo'lgan. Rasululloh sollallohu alayhi vasallamning bu qariblarida o'tirgan, Qur'onni yozgan sahobalardan bo'lgan. Maqomi katta. Shu uyida eng hazilkash odam bo'lgan ekan. Uyida bir sho'xlik qiladigan, hazil qiladigan odam bo'lgan ekan. Lekin ko'chaga chiqqanda haqiqiy erkak, haqiqiy mard, jasoratli yigit bo'lgan. Lekin uyida hazilkash, mana shu nima bo'lgan. Ya'ni tabiati jangil bir nimaday. Bu darsdan nima foyda olamiz desak, birinchisi ayol kishilarga yordam berishlik kerak ekan. Payg'ambar sollallohu alayhi vasallam Safiya onamizga bir mashinaga chiqarishdami, boshqa uydami bir nima ishlarga yordam berishlik kerak ekan. Ikkinchisi biz tozalikqa rioya qilishligimiz kerak ekan. Tozalikni biz Rasululloh sollallohu alayhi vasallamdan o'rganamiz. Bugungi tozalikda masalan hamma tozalik narsalari biz Yevropadan chiqibdi yoki boshqa bir shirkatlardan chiqibdi, kofir shirkatlardan, xitoyliklardan, bulardan o'rganmaymiz. Rasululloh sollallohu alayhi vasallam 1500 yil oldin bizga tozalikni o'rgatib qo'ygan. Rasululloh tozalikni o'rgatadigan davrda bu hozirgi Yevropa bilan xitoyliklar haliga qo'pol qilib aytganda sasib yurgan bular. Tenlerni ham tozalamagan, shunday izlanib yurgan. Hatto Fransiyani hozir duxularni yaxshi chiqaradi-ku. Sababi deydi, bu odamlar sasib yuradi ekan, siyosiy bir davlat maxsus tashkil qildirib shu duxu chiqarishga nima qilgan? Shu yerda ba'zi fransuz duxular deydi. Yo'q, u oldin u haliga aytganda hidlanib ketganda shunday qilgan. Eng tozalik, eng haligi nima bu Rasululloh sollallohu alayhi vasallam ko'rsatib bergan bu ishlarda. Misvok og'izlaridan tushmagan. Ya'ni Qur'on o'qiyotganda, tahrit qilayotganda, namoz o'qiyotganda, ertamen turganda, uyga kirganda doim payg'ambar sollallohu alayhi vasallam misvok bo'lgan, doim haligi atir latalari boshlaridan tushmagan. Doim bir Rasululloh sollallohu alayhi vasallam chiroq go'zal hid qilib yurgan. Shunday haliga kirsa, odam xushlanadigan hid bo'lgan. Xususan, ya'ni ayol kishiga nima qilishlik kerak ekan? Ayol kishilarning oldida tozalikqa rioya qilishligimiz kerak ekan. Rasululloh sollallohu alayhi vasallam ya'ni ayol kishilarning oldida maxsus ko'p uyga kirayotganda ko'p misvok qilgan. Keyin yana bir foydamiz, jaman islarni yo'qotishligimiz kerak ekan. Xo insonning tanasida bo'lami, xo masalan uyda bo'lami, jaman is bo'lsa shu narsalarni harakat qilib yo'qotishligimiz kerak ekan. Chunki bu haligi nimaga, sunnatga xilof bo'ladi. To'rtinchisi, ya'ni erkak kishi ayol uchun ham o'zini ziynat qilishlik kerak ekan. Abdulloh ibn Abbos ham aytganki, men ayolim uchun o'zimni xushrik qilaman, ziynatlayman, qandayki ayolimdan talab qilaman shu ziynatni, men ham ayolim uchun xushrik qilaman degan. Rasululloh sollallohu alayhi vasallam o'zini nima qilgan, ziynat qilgan. Keyin inson tabiati muloyim tabiat bo'lishligi kerak ekan. Ya'ni muboh narsalarda, masalan Rasululloh sollallohu alayhi vasallam qarang, qurchoqlarni o'ynashga qo'ygan. Qizchalar kelib o'ynaymiz desa, Oysha onamizni qo'yib qo'ygan. Qarang, taxtida haligi achalar turgan o'ynagan. Oysha onamiz bir umra qilib kelayin deb, vajiban bo'lmaganda Rasululloh sollallohu alayhi vasallam mayli borib kel degan, ya'ni muloyim tabiat bo'lgan. Lekin bu shu muboh va mustahab narsalarda. Lekin bir kufr, shirk, ayol kishi men do'xu urib turib yeshikka chiqib ketaverayin desa ham mayli deyilmaydi.
yoki kiyimi jeng kalta, bo'yni ochiq kiyimni ketaversa bo'ladimi deb erkakka so'rasa mayli deyilmaydi. Chunki bu harom ishlarda qattiq turadi odam. Rasululloh sollallohu alayhi vasallam Alloh taoloning hududlarida qattiq turgan. Yuzlari qizarib ketgan, achuvlari tutgan, qattiq turadigan odamlardan bo'lgan degan. Ne ishlarda hozir bizda aks bo'lib qolgan. Haligi aytganda uyiga bir oddiy narsalarga ijozat bermaydi xotinga. Lekin ko'chaga jeng kalta ko'ylak bilan bo'yni ochiq ketaversa, bemalol ketadi. Bozorga borib keladi, qancha erkaklarning ichiga ketadi, taksilarga minib kelaveradi, jambashlarda erkaklar jiradi, bemalol shuni qabul qiladi. Harom ishlarni qilsa qabul qilyapti-yu, lekin bir boshqa muboh bir mustahab ishlarga ijozat bermaydi. Shu darajagacha ba'zi odamlarni eshitasizki, ayoli satr qilayin desa, erkak qarshi chiqadi. Alloh taolo buyurgan satr bu. Mayli, erkak kishining o'zining rujulati erkakligi bo'ladi-ku. Ayolni masalan kim xohlaydi? Qaysi erkak xohlaydiki ayolning bo'yinini yetadi, ko'chada bir erkak kishi ko'rishligini? Bu erkaklikning sha'niga to'g'ri kelmaydi. Bu dayuslik. Rasululloh sollallohu alayhi vasallam aytganki, dayus jannatga kirmaydi degan. Dayus degani bu xotinni, bu singillarni, opalarni bu qizg'anmaydigan, rashki yo'q odam degani. Shu muboh nimalarda ijozat berishlik kerak ekan, o'yin boshqa narsa bo'ladimi? Keyin oxirida biz shu bir masalaga to'xtalishimiz kerak edi. Rasululloh sollallohu alayhi vasallamning oldida dab urib she'r aytganligi kelgan. Musiqa halolmi yo harommi deyiladi. Musiqa 4 ta mazhab. Imom Abu Hanifa, Hanafi mazhabi, Maliki, Shufiy hamma mazhabda musiqa olatlari hammasi harom. Musiqa olatlari bugungi kundagi haligi hamma musiqalar olatlari bor, asboblari degani musiqa chaladigan narsalar. Nima bo'lsin u? Harom, hammasi harom degan. Faqat dabni bundan mustasno qilgan. Dabni bundan mustasno qilgani bir nechta rivoyat kelgan. Bitta rivoyati bir xotin Rasululloh sollallohu alayhi vasallam oldiga keladi, aytadiki, men nazr qilgan edim sizning boshingizda dab urib turib, nima qilishligimda, bir she'r aytishligimda deydi. Payg'ambar sollallohu alayhi vasallam agar nazr qilgan bo'lsang, mayli dabingni urib she'ringda ayt deydi. Agar nazr qilgan bo'lmasang, mayli deydi. Ya'ni dabga ijozat bergan. Boshqa masalan chalg'i asboblari bo'ladimi, dombira deymizmi, doira deymizmi yoki o'zimizda ko'p narsalar akordeon bo'ladimi, xulosa hamma musiqa asboblari harom. Hanafiy mazhab hatto cho'pni ham harom degan. Bir cho'p ham bo'lsa tanqirlaydigan, mana shu narsa ham harom degan, maxsus. Qattiq olgan. Bu bir. Ikkinchisi, endi she'r qanday bo'ladi, g'azal qanday bo'ladi desa, bu g'azalda ajratamiz. G'azalda o'zining aytishligi bor, ichidagi ma'nolari bor. G'azalning o'zining aytishlik narsalari qo'shiq deymiz-ku she'r. Ana shu bir ichida kufr gaplar, bir haligi maxluqni ulug'layadigan, bir kufr shirkiyotlari bo'lmasa, bunda ijozat bo'ladi. Agar ichida bir Alloh taoloni maqtaydigan, Rasulni maqtaydigan bo'lsa, masalan Rasululloh sollallohu alayhi vasallamning shoirlari bo'lgan, Hasan ibn Sabit, Abdulloh ibn Ravohalar, masalan she'r aytgan mushriklarda hajv qilganlar. Qarang, uhju degan Hasan ibn Sabit, Abdulloh ibn Ravohalarga ularda hajv qiling degan. Fa inna ruhul qudus ma'ak degan. Ruhul qudus sen men birga yordam beradi degan. Hatto shu jengi. Lekin u Rasululloh sollallohu alayhi vasallamning shoirlari bu mushriklarning qarshisiga bir jihod deb qo'llangan she'rlarni. Lekin bugungi kundagi biz haligi she'rlarimiz, nimalarimiz bir keng bo'lmagan bir fohishalar haqida aytiladi, boshqa bir bo'lmagan aroq haqida she'r aytgan. Aroq haqida shunchalik kitoblar to'lib ketgan. Aroq bir harom, bir mast qiladigan narsa bo'lsa, ya'ni mana shunday bir haligi she'rlarda kufriyot, shirkiyot ichidagi bo'lmagan narsalar bo'lsa, ular mumkin emas albatta. Shuning uchun bu odamlar she'r mumkin ekan, qo'shiq mumkin ekan deb nima qilmasin? Dalil olishlik kerak emas. O she'rning ichidagi narsaga qaraladi, tafsiloti bor ya'ni buning. Xulosa, keyin seriallar ham xuddi shunday. Kino tomosha qilishlik mumkinmi desa, kino tomosha qilishlik ham xuddi shunday. Ya'ni serial nimani ko'radi unda? Birinchisi, hozirgi o'zimizning kinolarimiz, seriallarimiz birinchisi ichida bir avrati ochiq bo'ladi. Ayol kishi masalan avratlari ko'rinadi. Erkak kishi ichidagi gaplar, ichidagi masalan 100 ta narsa bo'lsa, bitta tarbiyali narsasi bo'lsa, 99 ta insonni buzadigan narsasi bor.
Endi seriallar mumkin emasmi desa, mumkin. O'sha seriallarni, masalan, islomiy seriallarni ko'rishlik kerak. Masalan, Payg'ambar sollallohu alayhi vasallam risolat kinolari bo'lama. Shuni ham bo'lsa, lekin ichida kamchiliklari bor ularning ham. Ya'ni nima kamchiliklari bor? Imom Ahmad qilgan, Umar roziyallohu anhuning seriallari bor. Mana bu nimalarni ko'rsa, ondan adam bir iymoniy, bir tarbiyaviy bir narsalar olinadi. Alloh taologa duo qilamizki, holimizni isloh qilsin, bizni kechirsin, gunohlarimizni, zurriyatlarimizni ham kechirsin, to'g'ri yo'lga bizni boshqarsin, haqda ko'rsatsin, unga ergashishlikni nasib etsin, botilni botildek qilib ko'rsatsin, undan uzoqlashtirishni bizga nasib etsin. Alloh taolo bu dunyoning ham saodatini bizga bersin. Subhanakallohumma bihamdika, ashhadu an la ilaha illa anta, astag'firuka.